ustozlar. Mana men har yili mana shunday tadbirlarga qatnashaman. Qandaydir bugun bir juda ham qiziq tadbir bo'ldi. Mana ko'zlarim quvonib ketdi. Mana tashakkur nomalar, tashakkur faxriy borliqlar olindi mana. Buning uchun haligi maktab ma'muriyati Solihaxon mana shu maktabni nimaga reytingini ko'tarib boryapti. Hurmatiga sazovor bo'lib boryapti ko'rinishi maktab. Mana men har safar qatnashaman, bugun juda ham quvonib ketdim bu ahvolni ko'rib. Ota-onalarga ham rahmat, ustozlarga ham rahmat. Mana shunday bo'lib borish kerak. Maktabda o'quvchilarimizni sonini ko'tarib borishimiz kerak. Ko'paydi. Endi men ochiqni aytaman, 15-maktabda nima bor, 5-maktabda nima bor? Mana shu joylarda ilm olib, bilim olib, mana men 3 ta nabiram o'qiyapti. Ikkitasi Toshkentda, ikkitasi Gulistonda o'qiyapti. Mana bittasi yaqinda bitirib chiqadi Toshkentdagisi. Mana shu maktabni bitirgan. Mana bitta nevaram mana shu xizmatlari uchun maqtov, haligi tashakkurnomalar, oltin medal, oltin sertifikat, oltin soqol, oltin uzuk, oltin sirg'a, pul mukofotlarini oldi. Mana shu joyda Solihaxonning qo'lida o'qib ketgan mana shu nabiram. Sizlar ham shu ota-onalar asli bo'ylar maktabda reytingini ko'taraylik, o'quvchilarning sonini oshirib boraylik. Sog' bo'ylar hammalari mana 24-25-yil o'quv mavsumini tugatyapmiz. 25-26-yilda o'quv mavsumigacha mana shu farzandlarni avaylab mana shu sentyabr oyigacha sog' salomat mana shu maktab quchog'iga Solihaxonni shu quchog'iga olib topshiraylik, iltimos. Xizmatlaringiz, e'tiborlaringiz uchun hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'ling. Rahmat, degan tashakkur.